Eshitaman. Alo, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Menichi nafasim siqilib ketyapti. Shuni sezmayman. O'ylarim qaltirab ketdi. Yuraklarim siqilib ketyapti. Menimcha hozir o'lib qolaman. To'xtang. Tinchlaning. Birinchi tinchlanib oling. Chuqur nafas oling. Endi chiqaring. Qanday his qilyapsiz o'zingizni? Ha, ancha yaxshiman. Zo'r. Yaxshi. Sizda ham oyoq qo'llarning muzlashi, nafasning siqilishi, o'tirgan joyingizda birdaniga o'lim qo'rquvi holatlari bormi? Unda bu aynan vahima kasalligining belgisidir. Agar sizda ham vahima kasalligi kuzatilayotgan bo'lsa, men 5 yillik tajribaga ega psixolog amaliyotchi Farxunda Alamzoda mana bu holatlar bilan ishlab kelmoqdaman va bu holatdan qutulishni xohlasangiz quyidagi havola orqali ro'yxatdan o'ting. Meni bepul konsultatsiyamga yoziling. Aytgancha, joylar soni cheklangan. Shoshiling.